Salom do'stlar. Paulo Coelho'dan Alkimyogar kitobi. Bu kitobni bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Nimaga bu kitobni har bir inson o'qib chiqishi kerak va undagi menga juda ham ma'qul bo'lgan g'oyalar. Alkimyogar kitobining asosiy qahramoni bu Santiago ismli ispan qo'yboqari. U hayotini o'sha paytdagi davr bilan solishtirsak, har birimizga o'xshagan hayotda yashaydi, ya'ni yeydigan, ichadigan narsasi bor va ozgina daromadi bor bo'lgan ish qiladi. Ya'ni qo'y boqadi. Va asosiy maqsadi o'sha qo'ylar sonini ko'paytirish, ozgina daromad qilish va hokazo. Bu har birimizning hozirgi hayotimiz. Bir so'z bilan aytganda bu komfort hayot. Lekin tush ko'radi. Tushida Misr piramidalari oldida xazina ko'radi. O'sha tushga ishonib, bor narsalarni sotib, o'zi bilmagan, notanish bo'lgan mamlakat sari yo'lga otlanadi. Buni qarangki, birinchi ishonib pulini bergan inson uni aldab ketadi. Tilni bilmaydi, hech qanaqa puli yo'q, nima qilishni bilmagan Santiago oddiy ishga kiradi va asosiy maqsadi pul ishlab qaytib ketish bo'ladi. O'tda ishlaydi, qanchadir vaqt o'tgandan keyin, pul topgandan keyin unda tanlov paydo bo'ladi. Qaytib ketishmi yo bo'lmasam yo'lda davom etishmi? Aniqrog'i ichida jang paydo bo'ladi. Santiago yo'lda davom etishni tanlaydi. Keyingi bosqichga yetganida o'z sevgan qizini, Fatima ismli qiz uchratadi va uni sevadi. Unda yana bir to'siq paydo bo'ladi. O'sha davlatda qolish, sevgan qiziga uylanish yo bo'lmasam orzusi sari yana yo'lda davom etish. Shu o'rinda Fatima unga aytadiki, Santiago, agar senda orzu bo'ladigan bo'lsa, men seni kutaman deydi. Santiago yo'lda davom etadi, alkimyogarni ham uchratadi, Misr piramidalariga ham boradi va tushunib yetadiki, asosiy xazina bu Misrda emas edi, aksincha Ispaniyada edi. Ana endi bevosita kitobdagi asosiy maslahatlarga keladigan bo'lsak, agar senda orzu bo'ladigan bo'lsa, u uchun kurashishing kerak. Chunki agar sen bir narsani chin dildan xohlaydigan bo'lsang, uni butun koinot senga qo'shilib, o'sha narsaga erishishingni tilaydosh bo'ladi. Bu kitobda asosiy g'oyalardan biri. Santiago o'zining hayotini yashashda davom etsa bo'lardi, lekin u niyatlarini, orzularini tashlab qo'ymadi. Amalda isbotlashga harakat qildi. Ikkinchi g'oya qo'rquv. Qo'rquv bu orzularni asosiy dushmani va qotili. Qo'rquv bor joyda orzular hech qachon amalga oshmaydi. Santiago maqsadiga erishgungacha juda ko'p marta yo'lida qo'rquvga duch keldi. Lekin har safar o'zida kuch topib yo'lda davom etdi. Davom etdi va yana davom etdi. Oxir-oqibat qo'rquvlarni sekin-sekin yenga boshladi. Uchinchisi, do'st dushmanlarning muhimligi. Santiago birinchi ishonib topshirgan pullarini u inson aldab, uni tashlab ketdi. Santiago yaxshi insonlarni ham uchratdi hayotda, yomon insonlarni ham uchratdi. Do'st shu o'rinda qanchalik muhimligini tushundi va shu bilan birga biz har doim bizga yomonlik qilgan insonlar aslida bizga og'riq bergan bo'lishiga qaramasdan, unchalik ham umumiy olib qaraganda bizga yomonlik qilmagan insonlar bo'lib chiqishini voqea so'ngida yillar o'tib biz tushunib yetishimizni Santiago ko'rsatib beradi. Ya'ni agar unga yomonlik qilmagan bo'lganlarida Santiago yangi saboq, yangi darsni olmagan bo'lardi. Bizda ham xuddi shunaqa. Ko'pincha biz ishonamiz, sodda dil bo'lganligimiz uchun aldanamiz, yuragimizni ochamiz, sirlarimizni aytamiz, bizni aldashadi, bizni ayblashadi, bizga tuhmatlar qilishadi, yolg'on qurbonlari bo'lamiz. Har safar bir darajadan ikkinchi darajaga chiqishimiz og'riqli bo'ladi va biz u insonlardan xafa bo'lamiz, ranjiymiz, dilimiz og'riydi. Lekin yillar o'tgandan keyin tushunamizki, hayotimizda bizni har doim bir darajadan ikkinchi darajaga chiqishimizga sababchi bo'lgan insonlar asosan bizga og'riq bergan insonlar. O'sha insonlar sabab biz insonlarga ehtiyotkor bo'lishni o'rganamiz. O'sha insonlar sabab biz tilimizga, sirlarimizga, maqsadlarimizga ehtiyotkor bo'lishni o'rganamiz. Va so'nggi 4-saboq bu kichkinagina kitobdan Santiago oxir-oqibat maqsadiga erishadi. Xazinani ham topadi, sevgan insonini ham topadi. Shu bilan birga bu narsalar eng muhim narsalar emasligini tushunadi. Bilasizmi nimaga? Chunki u mana shu maqsadiga erishish jarayonida o'zligini topadi. Hayotda biz juda ham ko'p narsalarni xohlaymiz. Lekin undan muhim bo'lgan narsa shundan iboratki, o'sha erishish, maqsadga erishish yo'lida biz
qanaqa inson edik va qanaqa insonga aylandik. Bu eng muhim narsa. Agar siz bir biznesmen misolida mana shu yo'ldan mana shu yo'lgacha yetib kelibsan. Agar sen mana shu topgan pulingni lotereya orqali yoki qanaqadir kimdandir qoladigan meros orqali shunchaki topib olishni oson yo'l bilan xohlagan bo'larmiding desangiz, katta ehtimol bilan ularning aksariyati yo'q deydi. Chunki bu jarayon ularni haqiqatda yangitdan o'zligini topish uchun asosiy zamin vazifasini yaratib berdi. Va bu eng muhim narsa. Umid qilaman bu kichkinagina bo'lgan kitob sizni hayotingizda ham o'ziga yarasha ijobiy iz qoldiradi va bu kitobni o'qib chiqqandan keyin anchadan beri qo'rqayotgan, o'ylanayotgan, cho'chiyotgan orzu isteklaringizni amalga oshirishda o'zingizda dovyuraklik topasiz.